Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Barlık Şarkı Türkistanlı karındaşlarımga Tayland dairleri, Tayland padişahları 10 yılın mabeyinde Şarkı Türkistan'da yaşayanmay, Şarkı Türkistan'daki Xitay'nın işgali, zulmü, işkencesi aslında yaşay imkanı bulmay, çet elge hicret kılıp çıkan karındaşlarımızdan 40 nefer kişini bugün Tayland dairleri Xitay'dan ibaret bu necis yeryüzünün iflas düşmanı kayıttırıp veripti. Tayland dairlerinin bu kılmışı halkara kanun, kişilik hukuk, demokratiye, kıymet kararları tamamen zıt, tamamen hılap. Bu kanunların hemen közgülmeğallık ve hakaret kıygallıktan başka nasi emas. Şunun bilen birge bütün insanlıkның bu Şarkı Türkistan halkının gururuna, izzetiga ve medeniyetiga, örf adetiga, bularning kutgan ümidiga hakaret kıygallıktan başka nasi emas. 10 yılını solap yatqızıp kınmagan askerlikin, kınmagan kıyın kısıqın, kınmagan hakaretlerin kanmadı. Ya 10 yıl ötkendiğin ki yani sen çoğu Şarkı Türkistanlık ay mezlum biçar karındaşlarının kayıttırıp verirse bunun tüm insanlığının en güçlü gazap, nefreti, laneti senin üstüne olsun. Senin turmandı yetişki razı. Xitayga çoğun kayıttırıp verişinde narazı oldu. Sen bu turmanı sorup koydun. O halkımız, o Xitay'ın turmasını turma, senin turmanını turma. Nene için senin turmanı yetişki razı olgan, Xitay'ın turması çoğun kayıttırıp geçişki razı olmagan. Diğer şunu görüveliş buldu ki Xitay'ın ne kadar insaniyet kalbinden çıkan en rezil iflas, vahşi, kabi, düşman ikenlikini bilgenlik için senin turmanı olsun yadılar. Malum insanlıkның çoğu buyu varken, malum insanlıkның ahlakı varken, muş durumu yazsak yadılar biz çoğu Xitay kayıp durmayla diyen ümit öyle toğandı. Bunun da sinemi körüp aldık ki senin insanlık ait olan kader kımmet, ahlak, vicdan, halkara kanun, kişilik hukuk digenin hiç kandarsın tanımaydıgan Xitay'dan hiç kanda farkı yok bir melun makhluk ekenligini görüp aldık. Şunun için barlık Şarkı Türkistanlık namıdın, barlık şu insanlık namıdın sana en küçük nefretimizni, gazibimizni, lanetimizni bildirimiz. Zamanı ve makanı kelgen çamlığımızı da senin bu kılmış cinayetin karşı çokun çoğu bir inkaz kayıttırış imkanını hazırlamak için tırışınız biz. Senin bu kılmışın bütün 40 milyon Şarkı Türkistan halkını hakikaten rencitti, hakikaten yıklattı, hakikaten çoğu üzdü, hakikaten sana boğan en küçük nefretimizde çoğu şekillendirdi. Sana birinci Allah'ın laneti olsun. Sen insanlıkta en kabi bir cinayetli, en kabi çoğu insan ahlakı vicdanı karşı bir cinayeti işledim sen ne talantıkla. Senin kişilikin, insanlığını bir şey yok ettin. İnsani kader kıymetinin yok geldi ki sen Xitay'a okşay, işmişik saçkanı yeydiğen boğanlıkın için, kurt kongazı yeydiğen boğanlıkın için bugün Xitay'ın çoğu ma kılmış bilen çoğu okşaş çıktı senin kılmışın mı? Sana bir en küçük gazap nefretimizden, barlık Şarkı Türkistanlıkның, barlık insanlıkның, barlık çoğu üzün insan dep kargan barlık insanlarının çoğu en küçük gazap nefreti, laneti, Tayland hükümeti, Tayland dairelerin, Tayland padişahının üstüdün olsun. Hemminla bu Tayland kıboğan, Tayland daireleri, Tayland hükümeti kıboğan en küçük gazap nefretini, Arap dili, İngiliz dili, Tayland dili arkalık çoğu bunu bildirip en küçük çoğu nefretinlerini bildirişlerini barlık Şarkı Türkistan halkları çoğu müracaat kılıman. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Assalamu Aleyküm tüm dünyadaki kardeşler. Biz 2025 yılı 2. ayının 27. günü İstanbul'dan ve Ankara'dan bulup Tayland konsulunun aldıda Tayland'daki 48 kardeşimizle yani 13 yıldan bir yetip atkan zulüm çıkıp atkan kardeşimizle Tayland hükümetininki Xitayga ötküzüp bergenligi to'g'riliq xabarni topshirib olgandan keyin
norozilik bildirish va hisob so'rash uchun bu Tailand konsulluğu oldiga kelgan edik. Bu yerda biz 2-3 soat ular bilan paranglashgan, ham biraz tirkashgan bo'ldik. Oxirida biz o'zimizningki o'sha bayonotimizni bir yutib qaytishni to'g'ri topdik. Hamda Tailand etayotgan qarindoshlarimiz begunoh o'z yurtidan, ya'ni vatanimizdan, ya'ni Xitoyning tajovuzchiligiga uchrab, bu yerda haq-huquqqa dafsanda bo'lgandan keyin xalqarodan bir erkinlik, huquq talab qilib chegaradan chiqqan qarindoshlarimiz bular gunohsiz. Bularni Tailandning o'tkazib berishi va xalqaro qonunga xilaf, insoniyatning axloqiga xilaf, shariatga albatta xilaf. Biz buni qattiq ayblaymiz. Bu ishda biz davomli buning hisobini so'raymiz. Butun noroziligimizni bildiramiz. Butun dunyodagi qarindoshlarimiz hozir Tailand konsulluğu oldida namoyish qilyapti. Allah subhanahu va taolo bu qarindoshlarimizni aman sog' salomat qilsin. Tailand hukumatidan va butun dunyodagi shu kishilik huquq tashkilotlari va boshqa ishlardan ularning bexatarligi, amonligini surishtirishni talab qilamiz. O'shadagi 40-50 ga yaqin qarindoshlarimiz biz bu yerda o'zimizning noroziligimizni ifodagan bo'ldik. Allah subhanahu va taolo bizni haqqa to'g'ri mustahkam qilsin. Allah subhanahu va taolo hammamizni ittifoqlash qilib birlashishni nasib qilsin. Amin. Va oxiru davana alhamdulillahi robbil alamin. Zalim Tayland kardeşlerimizi iade etme. Büyük elçisi bilan kurashgan vaqtda ularning bizga yetkazgan uchurni sizlarga yetkazib qoldim. Taylandninki bosh elchisininki Tayland tashqi ishlar ministerligidan olgan javobi bo'yicha birincisi bu Uyg'urlarninki Xitoyga qaytarilishiga aloqador hech qanday bir qaror yoki bu vaqtda bir iradening yo'q ekanligi, Tayland hukumatininki har vaqt bu masalada o'zininki bir mustaqil davlat bo'lishi bilan birga Tayland hukumati bu Uyg'urlar haqida qaror olgan vaqtida birincisi Tayland hukumatininki mustaqil siyosiy irodasi va Tayland hukumatininki asosiy qonuni, xalqaro inson haqlari va shuningdek Tayland hukumatininki har qaysi organlarini ki qarorlari ularninki bergan uchurlari asosida qaror oldiganligi va Tayland hukumatininki hech bir zaman qaytarilgan kishininki o'z davlatida o'limga, yo'qotib o'tilishga yoki azobga uchragan ahvol ostida hech kimni boshqa davlatga qaytarmaydiganligi, Uyg'urlar masalasida bu prinsiplar asosida harakat qiladiganligini va shuningdek Taylanddagi Uyg'urlarninki yashash muhitining yaxshilanishi, psixologiyalik yordamga erishishi va boshqa har xil shaklda ham yaxshi bir sharoitga erishishi va shundaqla tez muddatda uchinchi bir davlatga qaytarilishi uchun ularning albatta umid qiladiganligi shunday bir ishning bo'lishi uchun buning uchun har vaqt ochiq irodada ekanligini bildirdi. Bu shuni xalqimizga bildirishdagi maqsadimiz xalqimizningki Taylanddagi Uyg'ur qarindoshlarimizningki ahvolidan andisha qilishi har vaqt to'g'ri, ammo bu andishada natijasida biz xalqaro sharqchilik tashkilotlar birligimiz bilan manfaatlik va unumli bir harakat olib borayotganligimizni to authority of Kingdom of Thailand. We are deeply saddened and outraged by the Thai government decision to deport 48 Uyghur Turks to China. These individuals have already been deprived of the freedom of the press, and it's well known that their deportation to China puts them at the serious risk of the human rights violation. One of the fundamental principles of the international law, the principle of non-refoulement, prohibits the deportation of individuals to countries where they may face persecution, torture, inhuman treatment. Despite repeated warnings, Thailand has violated the principle and sent our Uyghur brothers and sisters to great danger. We do not accept this injustice. We call on the Thai government to demand transparency from China regarding to the safety and the well-being of the deported Uyghurs and comply with the international law to prevent any future deportation of the vulnerable individuals. The Uyghurs are not alone. We will not remain silent in the face of the operation. Assalomu alaykum qarindoshlar. Men hozir shu Norvegiyaning Oslo shahrida joylashgan shu Tayland konsulxonasining oldida o'zim yolg'iz bo'lsam namoyish qilib, bir kishilik qarshiligimni ko'rsatib bu yerga keldim.
Qarindoshlar, hozir bir-birimiz bilan tartışgan, bir-birimizni aybleydigan vaqt emas. Asli bütün Uyg'urlar tungundan tortib shu qarindoshlarimiz qaytarilgan bo'ldi deb shu ko'chmalar idorasiga qarmashillar kelgan chog'ning o'zidan tortib bütün dunyodagi Uyg'urlar Tailand konsulining oldida to'kilib qarshiliqimizni bildiradigan bo'lsak, bugun bu musibat xabarini balkim olmagan bo'lardik. Bu musibat xabari qarindoshlarimizniki qaytarilganlik xabari ishonchli manbalardan taqilyapti. Men Tailanddagi muxbirlarningki internet sahifasini ko'pincha takip qilib, ko'pincha ergishib başlarniki yozgan xabarlarni tarjima minut o'qib kelyapman. Haqiqiy bir shaklda, ya'ni Xitoyga 48 Uyg'urniki qaytarilganligiga oid xabarlar chiqyapti. Bizning vijdonimiz bo'lsa, agar zarra qadar vijdonligimiz, insonligimiz o'lmagan bo'lsa, vijdonimiz o'lmagan bo'lsa, Xitoy nima Tailand konsulining oldiga chiqib 48 qarindoshimizningki qaytarilmaganligi qarta haqiqiy aniq bir shaklda bayonot berish uchun biz cho'qim harakatga o'tishimiz kerak. Biz bütün dünyadagi Uyg'urlar qo'zg'alishimiz kerak, qo'zg'almadik. Bizning vijdonimiz shunchalik ekan. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida bütün Uyg'ur qarindoshlarim, Turkistonlik qarindoshlarim, bizga bugun Samsung bir musibat oldu. Bunun oldida bizim Uyg'urni qaytarib bergan musibat olgan. Bugün Ramazan kirişinin oldida bu bütün Uyg'urlar qayg'uli qisalar oldu. Hammamizning jiratlarimiz parampara yandı. Bu qarindoshlarimiz bizningki Canlı qarindoshlarimizni o'yinimizga bu turmalarda, zindanlarda bu Tailand şerefsiz hükümetimizin zindanlarida yattı. Bu qarindoshlarimiz bugün ettiğen kişide seherge qaytarilganlar haberini aldık. Şuna bu Tailand konsulu gelip bizim narazılar katılması verip gerek görüşe kahvaltı yapıp çıktık. Qarindoshlar, bu qarindoshlarımızın bütün vabalı şu erkin yaşayotgan dünyadaki bütün Uyg'ur qarindoshlarının üstüge Türkiston davası qilayotgan tashkilotlar va shaxslar va aktivistlar va ahli ilmi olimlar va ziyolilar hammamizning ustiga bunun hesabını çoxum biz birimiz Allah'ın oldida o'ylab qolmanglar, meni chaqmagan jilan mungsiz yashaydi deb. Bu kelgan qarindoshlarimizdan bishi kelgan bu kulfat bizning hammamizning bishiga kelgan kulfat qarindoshlar. Bu bir og'ir musibat. Bir qarindoshimizdan bir yeri og'risa yoki barmoq kesilsa, uni o'zimizni bilmaguncha biz musulmon bo'lolmaymiz. Ey qarindoshlar, ey tashkilot ahlilari, ey ahli ilmlar, ey ziyolilar, ma o'zimizni silkitib odam bo'laylik, qarindoshlar, ey inson bo'laylik. Mushu nima sababdan mushlar bo'ldi? Bir-birimiz bilan ittifoq bo'lolmaganligimizdan, birlik bo'lolmaganligimizdan, shu Xitoy tajovuzchining o'yiniga kelganligimiz uchun bo'layotgan bu ishlar. O'zimizning shaxsiy nafsimiz uchun bir-birimizni qurbon qilib o'tishning badaligi bo'layotgan tashkilotlarning chiqishlamasligi, bir-birini qo'llamasligi, bu o'qigan ahli ilmi olimlarimiz bo'lsin, ziyolilarimiz bo'lsin, diniy ulamolarimiz bo'lsin. Bizdeki bu birlik, beraberlik ağzımız bilen balanda nima ishtiba o'zimizdan qalbimizni, imonimizni tutib o'zimizni isloh qilmaymiz. Yosh qarindoshlarimizningki musibati bizga kelgan bo'lganda holatda o'ylab qolmanglar, har kun dunyoda yashayotganlar. Million pul topsangizmi o'lisiz. Doktor prokurorsingizni o'lisiz. Oxirida bu qo'l kechsiz, qilgan yaxshilikni qiladi bu dunyoda. Ve birbirimize oğa adavetli jüyayla qarindoshlar uluğa ulug'lar kelyapti. Bir-birimizni bag'rimizga basaylik. Bir musulmonga 3 kun adavet tutsa munofiq o'limida o'ldi deb bosh olimlarimiz, ulamolarimiz o'zini tadbiq qilishlar. Ammo amaliyotda o'zingni buningga amal qilmaysizlar. Biz hammamiz o'zimizni isloh qilmoqcha bu baloyi afat bizim bishimizdan ketmaydi qarindoshlar. Ulug'lar kelyapti-da. Biz qarindoshligimizni kuchaytirib, birlik barobarlikni kuchaytirib, bir-birimizga ega chiqqan vaqtimizda uningdagi bu davlatlarga bizim gapimizni anglaydi, kuchimizni ko'rsatgan bo'ladi.
paramparça olup, bölünüp, birbirimizin çiğkilem şahsi adaletimiz olsa, bu ayağı ben bağmaydım, bu ayağı ben bağmaydım. Vatenden ayrılıp çıktık biz. Niyagi kilep, aktarın zulmüden çıkıp kilep, erkimden kelip yaşarıp hep, şu halkımızın bedelige, Tayland'da kaytılgan oğlunun bedelige yaşavatımız bunu şeyde, kelgen külleri unutup kaldın mı vakasın, Ulugay ulutkiler kilvatıda hemimiz Allah tövbe kılayla kırındaşlar, nefsimiz ıslah kılayla, işten bakımız öyle, gelimizge istikaga edep, özümüz ıslah kılamayımız kırındaşlar, nefsimizi kullanmasımız lazım, imanımızın üstüne nefsimiz kullanması lazım kırındaşlar. Allah hepsi de Allah ile beraber. Pakiz yaşayalım, dünyanın pakizliğiyle, şerefliyle, namusuyla, vicdanıyla giteyle kırındaşlar. Emmeyle nefsin dünyadaki Uygur cemaatine birlik, beraberlikte, ittifaklıkta, kırındaşlıkta, hakiki mümin, Müslümanlık çakırma memnunlar. Allah şu kırındaşlarımızda özbana hacı saklasın inşallah.